Hürmetli vatandaşlık siyadırımızı devamlaştırımız. Bugün Çiğsağış Kemerşi 24. ayının 12. günü haftiga Yakşembe. Handaki mavzumunda vatandaş. Peter Navarro. Cumhur hükümeti dahil hazır Birleşken Devletler Teşkilatı'nı tizginleşke oranıvatıdır. Dep görsetti mavzuda haber 4. ayının 10. günü Cumhur'a nazar torbiyeti ilan kılın. Haber. Bundan başlar. Prezident Trump hükümetinin yukarı derecelik emeldarı, Qo'shimcha iqtisod ve savdo ishlari maslahatchisi Peter Navarro bunday ko'rsatdi. Cumhur hükümeti Birleşken Devletler Teşkilatı'nın organlarını faal tizginlemoqchi bo'lyapti. Fox haberleri televizya haftanın 3. günü, yani 4. ayının 8. günü keşke Peter Navarro. Marta McCallum'un programmasında Cumhur hükümetinin virüs partlaş jarayonidagi rolü ve Dünya Sağlık Teşkilatı qatorliq organlar bilan bo'lgan munosabatini muhokama qildi. Peter Navarro bunday ko'rsatdi. Siz mening nihoyat zo'r bir tarafdan masalani oydinlashtirishimga ruxsat qiling. Bu şahmat taxtisi ko'rib bergan. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın 15 organı var. Cümleden Dünya Savdo Teşkilatı, Dünya Aqli Mülk Huquqi Teşkilatı qatorliq organları var. Navarro davamlaştırıp bunday ko'rsatdi. O'tgan 10 yildan beri Cumhur hükümeti izchil ve faal, nihoyat aktiv harakat qo'llanib, o'zlarining odamlarini rahbarlik o'rniga saylab chiqarib, uning rahbarligi orqali bu organlarni tizginlamoqchi bo'ldi. Albatta Cumhur hükümeti masalan Dünya Sağlık Teşkilatı'ndaki Tedros qatorliq tipik vakillardan foydalanib mustamlikalarni vakolatan boshqarish shaklida ta'sir ko'rsatib, boshqa organlarni kontrol qildi. Cumhur Birleşken Devletler Teşkilatı'nın 15 organının içinde 5 organını kontrol qilib bo'ldi. Peter Navarro to'liqlab bunday ko'rsatdi. Xuddi sizdan bu qatimqi virus kirjisida ko'rib turayotganingizga o'xshash. Cumhur hükümeti muhim sayya teşkilatını kontrol qilg'ichi ve bunda kontrol qilish paydo qilgan buzg'unchilik qilish barhaqki intayan zo'r bo'ldi. Ular Cumhur odam bilan odam o'rtasida yuqumlashdan mudofaa kurash uchun aloqa yo'llarini taqib etdi. Bu virusni yuqori darajada yuqumlash virusi deb atashni rad qildi. Sayohatni cheklash buyrug'ini yo'lga qo'ymadi. Shuni men demoqchi bo'lganim, bunda bir xil vabo biz biladigan vabo ichidagi eng og'ir vabo bo'ldi. Navarro bunday ko'rsatdi. Cumhur hükümeti xalqaro prinsiplarga amal qilmadi. Nima uchun shunday qildi bilgili bo'lmaydi. Lekin ularning qilganlari Cumhur hükümetinin dünya qarashini aksattirib berdi. Hamda ularning o'xshash bo'lmagan xalqaro organlarni qanday tizginlashni aksattirib berdi. Shunlashqa Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Cumhur hükümetiga qanday muomala qilish jihatda bu nuqtani o'ylashyapti. Mening sana aytib beradiganim, sizlarga aytib beradiganim shuki, Cumhur hükümeti mustamlika qilish kuchlari orqali pora berish yo'llari va boshqa shakllar orqali Birleşken Devletler Teşkilatı'nın qarmaqidagi har bir tashkilotni kontrol qilib, Amerika va butkul dunyoga nihoyat zo'r buzg'unchilik olib keladi. Navarro yana to'liqlab bunday ko'rsatdi. Prezident Trump Amerikaning Dünya Sağlık Teşkilatı'ga berilgan mablag'ini azaytishni o'ylashyapti.